juda ham dolzarb savol. Bu savol juda ko'p mana o'zimizga shaxsiyga ham keladi. Amaliyotda shunday bir an'ana shakllanib qolgan, ayniqsa mana byudjet tashkilotlarida, ya'ni dekretga chiqib ketgan, ya'ni homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan. Unga ham qisqacha izoh berib ketay. Dekret deyilganda og'zaki nutqda homiladorlik tug'ruq ta'tilini ham, bola parvarishlash ta'tilini ham dekret deyilaveradi. O'zi aslida dekret ta'tili deyilganda homiladorlik tug'ruq ta'tili nazarda tutiladi. Mana ayollarga tug'ruqgacha 70 kalendar kun, tug'ruqdan so'ng 56 kalendar kun, ya'ni 126 kalendar kunga homiladorlik tug'ruq ta'tili beriladi. Endi tug'ruq qiyin kechsa, kesarcha kesish deymiz, tabiiy tug'ruq emas, o'sha operatsiya yo'li bilan tug'iladi yoki ayol ko'p qon yo'qotishi mumkin. Bu holatda yoki 2 yoki undan ortiq farzand tug'ilishi mumkin. Bu holatda yana 14 kun qo'shib beriladi. Mana shu 126 yoki 140 kalendar kun bu dekret ta'tili hisoblanadi. 404-modda. Mana shu homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan xodimni o'rniga bemalol muddatli mehnat shartnoma tuzish mumkin. Mehnat kodeksining 112-moddasi. 112-moddani 1-qism 2-xat boshida nima deyapti? Ish joyi lavozimi saqlanishi lozim bo'lgan xodimda yo'q bo'lgan paytiga muddatli mehnat shartnoma tuziladi. Ya'ni homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketdi xodim. Demak, bu vaqtda uni o'rniga bemalol muddatli shartnoma tuzishimiz mumkin. Lekin byudjet tashkilotlarida yuqorida aytdim, bir an'ana shakllanib qolganki, homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan xodimni o'rniga muddatli shartnoma tuzilmaydi. Uni vazifasini yo kimgadir yuklab beriladi yoki xodim olmay turiladi. Nimaga desangiz, hech kim asoslab bera olmaydi, amaliyot shunaqa shakllanib qolgan. Mayli, amaliyot shunaqa shakllangandir, lekin mehnat qonunchiligi ruxsat bergan. 112-moddaga muvofiq homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan xodimni o'rniga 126 yoki 140 kalendar kun davomida bemalol muddatli shartnoma tuzish mumkin. Bu qonunan to'g'ri hisoblanadi. Faqat endi bu yerda haligi 2 marta to'lov bo'lib qolyapti. Homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan xodimga mana dekret puli to'lanyapti-da, uni o'rniga ishga olingan xodimga yana oylik to'lansa, bu 2 karra to'lov. Bu yerda hech qanday 2 karra to'lov bo'lmaydi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqib ketgan, o'sha 126-140 kalendar kunga chiqib ketgan xodimning o'rniga, demak, muddatli mehnat shartnoma tuzish mumkin ekan. 112-modda 1-qism 2-xat bosi. Endi amaliyotda bu shunaqa bir nima deydi, an'ana shakllanib qolganligi bu tuzib bo'lmas ekan degan xulosaga kelmaslik kerak. Bizda amaliyotda shu homiladorlik tug'ruq ta'tiliga muddatli shartnoma tuzishmaydi. Homiladorlik tug'ruq ta'tili tugagandan so'ng bola parvarish ta'tili boshlanadi. Mana 405-modda ayol bola parvarish ta'tiliga chiqsa, ana keyin uni o'rniga muddatli shartnoma tuzishadi. O'zi aslida homiladorlik tug'ruq ta'tili vaqtiga ham bemalol muddatli shartnoma tuzilishi mumkin.